Bu sizga. Bo'lgan ekan. Mangami hammasi? Hammasi sizga. Nimaga olding shunchani? Yo, просто mashinangizni mashincha joyi butun qoldi. Bularni qaysi pulga olding? Muddatli to'lovga. Sizni pasportingizga. Sizni nomingizga. Ha. Fuqarolar o'rtasidagi oilaviy hayotda bunday vaziyatlar ham bo'lishi mumkin. Lekin bizning qahramonimiz hech ham xafa emas, chunki uning ayoli muddatli to'lovni Ayseldan qulay narxlarda olgan edi. Ovqat nima? Necha yil bo'ldi meni